sizni kim g'iybat qilayotgan bo'lsa, u o'zini savobini sizni daftaringizga yozdiryapti, hech xafa bo'lmang. Va siz ham, biz ham savobimizni boshqani daftariga yozishlikdan saqlanishligimiz uchun g'iybat qilmaylik sizlar. G'iybatdan, tuhmatdan o'zimizni saqlasakkina inshaalloh qiyomatda o'sha qilgan hamma yaxshi amallarimiz daftarda turadi. G'iybatlardan eng yomoni bugungi kunda, zero tilimizda birovlar bilan o'tirib qilinmasa-da ijtimoiy tarmoqda bo'lyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda bemalol g'iybat qilish, bir-birini obro'sizlantirish, bir-biri haqida yomon gaplarni gapirish bo'lyapti. Bu ham g'iybatda azizlar. Zeroki uni yozayotgan odam go'yo ismini o'zgartirib olgan. Hech kim bilmayapti, meni ko'rmayapti deb o'ylaydi, lekin yaratgan Robbimiz ko'rib turibdi-ku.